Voy, mazza qilib o'tiribman bolalar. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Jemi va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar qaranglar, bizning aktivimizda ko'tarilmayapti va men shundan juda ham xafaman. Va bolalar, sizlarga bitta yangiligim bor. Bizning qishloqqa qanaqadir bir qo'shnimiz keldi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Birinchi o'rinda bolalar, bilasizlar, har doim ishlarimizni qilishimiz kerak, chunki bolalar ish qilishimiz kerak. Ish qilib mer gapiradi desam, he, buni kim qildi? Kim bu? Mer? Qishloqlar sizlar qilinglarmi? Ha, Jimi hazil kuni bilan. Sanlarni вообще hazil kunlaring yig'ishtir, xo'pmi? Men qara, vaqtni cho'zyapsanlar. Nima, qanaqa, nimaga vaqt? Mana ish qilishim kerak, men ko'rmayapsanlarmi? Voy, Nursin. Menlarni shuni buzib o'tirishim kerakmi? Yana necha yil buzib o'tiraman, obbo. 200 ta obunachi bu yetarlicha emas deb o'ylayman. Sababi bolalar, bolalar 1000 ta obunachi bo'lish juda ham orzuyim bor bolalar, lekin sizlar umuman obuna bo'lmayapsizlar, ko'rib turib like bosmayapsizlar. Lekin bolalar, sizlar ko'rasizlar, to'g'rimi? Aldamanglar, har doim ko'rasizlar va to'xtanglar, mani sirli joyimni bilishmaganmi? Yo'q, bilishmaydi, qayerdan ham bilishardi. Bolalar, sizlar mana sirli joyimmish. Sizlar videolarim ko'rib turib like bosmaysizlar. Qanday qilib tushunsam bo'ladi? Bolalar, men sizlarni axir addushi yaxshi ko'raman desam, oh my god. Buni yopib qo'yish kerak. Bolalar, men sizlarni nima desam bo'ladi? Addushi hurmat qilaman. Addushi hurmat qilaman. Lekin bolalar, sizlar qilayotgan qiliqlaringizni qaranglar. Men qanchalik xafa bo'lyapman bolalar. Obuna ham bo'lmaysizlar. Bolalar, bilmadim nima deyishga ham hayronman bolalar. Voy, buni yopib qo'yish kerak. Mana bu yerga mana bunday qilib yopib qo'yaman bolalar. Sirli joyim bor bolalar, buni keyinroq ko'rsataman. Voy, mayli, hozir birinchi mana shu yerni yopib qo'yish kerak. Okey, buni bunday qilib qo'yaman. Bunday qilib qo'yaman. Sizlar men bilan hazil qilinglar, qaysilar hazil qilinglar? Jimi, bo'l, o'zingda bos. Mayli, qaranglar, yana bir marta hazil qilsanglar. Qaranglar. Bolalar, obunachilar, yana bitta gap bor. Shaxs YouTube ga qaytmoqchi ekan bolalar. Buni mendan so'rab yubordi. Agarda shaxs qaytishni xohlasanglar bolalar, komment. Agar shaxs kimligini bilmasanglar bolalar, o'sha shaxs bu ham menga o'xshagan YouTuber. Agarda shaxs kelishini xohlasanglar qaytib, kommentariyada plus belgisini yozib qoldiringlar. Nima haqida gapiryapsan, Jimi? Ishlaringni qil. Mer, o'zlaringiz hazil qilinglar. Men shu paytgacha ishlarim qilib bo'lgan bo'lardim. Nima uchun bu yerga yig'ilib olgansizlar bilmadim-ku. Вообще, lekin turishlaringiz bo'lmaydi, boru. Mayli, hozir bularni tezroq olaman, okey. Yaxshi, bunday qilib olaman. Okey. Yaxshi. Voy, sal qoldi bola, sal juda sal qoldi. Okey. Yaxshi. Bunday qilamiz bolalar, mayli, ozgina sabrli qilish kerak bolalar. Meni yana kommentariyga so'kib tashamanglar. Voy, Jimi, seni videolaring zerikarli bor, faqat ish qilib o'tirasan, jonimga tegib ketding, sen ko'rmayman deydiganlar bo'lsa, adushingizni so'rayman. Mer, nimaga siz bunday terilib o'tiribsizlar, ha? Qisqasi, mana bu yangi kelgan odam borku, bu juda ham qo'rqinchli va yomon. Buni yo'qotish kerak. Nimalar demoqchisan? Axir u yaxshi-ku ko'rinishdan. Qanaqa yaxshi, sen yaxshilab ko'rindi yuzini. Yo, yaxshi, adashmasam. Nimasi yomon buni? Bilmadim, nima desam bo'ladi? Bu ko'rinishi yomon-da. Yo'q, вообще ko'rinishga nima qilgan? Qara, qisqasi o'shani bir kuzatdi. Sizlar o'zlaringiz kuzatinglar, jonimga tegdinglar-ku, sizlar bilan. Jimi, qayt. Hozir 5 minut. Men sizlarga sirli joyimni ko'rsataman deyapman, mana bular jonimga tegyapti. Nima? Jimi, sen nimaga meni aytganlarim qilmayapsan? Qanday qilib men uni kuzatib yuraman, axir yangi bo'lsa, u noto'g'ri deb tushunmaydi. Buni qaranglar, uyi ham ajoyib qurgan. Menga u qiziq emas. Mayli, hozir kuzataman. Jonimga tegdi, boru bilan ishlari ham jonimga tegdi. Bu yerga yashamasdan ketsam-mikan, ular bilan yashab bo'lmaydi. Mayli, nima qilyapti? U shunchaki sal qo'rqinchli, to'g'ri, lekin mana uy ajoyib, mana bolalar ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Hech qanaqa qonlar yo'q. Mana kiraver. Voy, mana ko'rdim. To'xta. Men hech nima qilganim yo'q, prosta o'tib ketayotgandim. Meni kuzatib o'tiribsan, bilaman, kel. Mayli. Yaxshimisan? Yaxshi, kel. Isming nima edi? Meni ismim Jimi, seni isming nima? Meni ismim Tom.
Tom? Ha, albatta. O'zi aslida meni to'liq ismim Tommy, просто meni Tom deyishadi. Mayli. Isming Tommy ekan. Qiziq. Nima, qiziqmi meni narsalarim? Yo'q, shunchaki bular bilaq. Shunchaki Buni ochma. nimaga? Ochma iltimos. Hop, mayli, o'zi ochban bo'lmasa ekan, ruxsat qo'ymaysan menimcha. Mayli. Nima xizmat? Sen bu nima xizmat qilasan bu yerga? Paynetmi nima, biror nimami? Yo'q, men shikoyatlarni qabul qilaman va ularga yechim topishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi odam ekaning, lekin seni ko'rinishing juda ham qo'rqinchli. Bilmadim. Mayli, qo'yaver, men ketdim. Ehtiyot bo'l, seni qishloqlar qo'rqinchli yo'q qilaylik deyapti. Men senga aytib qo'ydim do'stona sifatida. Katta rahmat. Nimaga mendan qo'rqishyapti ekan? O'z yuzim qo'rqinchli. Shu uchun oyna olmayman. Mayli, o'zing bilasan. Mayli, bo'pti, sog' bo'l. Aha, mayli. Isming nima edi? Aytdim-ku, Jimmy deb. Mayli, uzr. Bo'pti, Tom. Bola meni ko'rishinglar mumkin. Juda ham ajoyib ekan, Tom. Bilmadim, nimaga bular yomon ko'radi. Mayli. To'xta, Jimmy. Nima deysiz, mer? Sen nima uyga kirib gaplashib chiqdingmi? Nima dedi? Nima, seni o'ldiraman dedimi? Hech nima degani yo'q, shunchaki nima desam bo'ladi. Prosta men bilan gaplashdi. Shikoyatlar bo'lsa menga bemalol aytib dedi. Bilmadim, shahardan kelgan qanaqadir ishga ishlasa kerak. Baribir buni qo'lga olish kerak. Senga buyruq, qo'lga ol. Agar qo'lga olmasang, uyingni yo'q qilaman. Shundoqda haydab yuboraman. Nimalar deganingiz, mer? Axir bunaqa qila olmayman, axir yaxshi odam bo'lsa. Nima deyapman senga? Hop, mayli. Bolam qaranglar, shunchalik ham yomon mer. Вообще bolalar bu mer bilan gaplashib ham bo'lmaydi. Afsusingni qo'lga olishga majburman. Okey. Juda ham ajoyib mana anavi. Merda o'zini yo'qib yuborsam bo'ladi, prosta meni admin jazolashi mumkin. Bundan oldin mana bu yerga qo'lga olish uchun narsa yasashim kerak bo'ldi. Sababi bolalar kim bilsin qochib ketishga harakat qilishi mumkin, lekin juda ham ajoyib bola ekan Tom. Bilmadim, nima buni ko'rinishi sal yomon. Bolalar odamlar o'zini ko'rinishini tanlab nima desam bo'ladi? Tanlab tug'ilmagan menimcha. Balkim tug'ilgandir, bilmayman bolalarni ham. Lekin bolalar odamni o'zini ko'rinishidan ustidan kulish juda ham xato bolalar. Hammani o'ziga yarasha, o'zgacha xislati bor, o'zgacha chiroyi bor bolalar. Buni boshqalar ko'ra olmasa, boshqa ko'ra oladi bolalar. Dunyoda odamlar bitta emas u bolalar. Nima desam bo'ladi? Dunyoda odam 100 tagina emas-ku. Milliardlab odamlar bor bolalar. Milliardlab odamlar har xilcha yuzlar bilan tug'ilishadi bolalar. Kim bilsin, kimdir chiroyli, kimdir o'zi uchun xunuk, lekin bolalar ular ham kimdirlar uchun chiroyli bolalar. Ish qilib, nima degan o'zim ham bilmadim, lekin ish qilib mana bu narsa xunuk, mana bu o't buni xunuk desa, lekin bu o't buni chiroyli deyish mumkin. Tushunyapsizlarmi? Voy, nimalar deyapman? O'tda. Jimmy, nimadir bo'lyapti menga. Qisqasi bolalar odamlarning ustidan kulish yaxshi emas bolalar. Yana odamlarning ustidan kulish noqonuniy bolalar. Javobgarlikka tortilish ehtimollilar bor bolalar. Shu sababdan masalaga do'stona maslahatim, umuman odamlarning ustidan kulmanglar va haqorat qilmanglar bolalar. Sizlarga juda ham katta maslahatim. Xo'p, yana endi zanjir qilaman, shunday uni ertaman. Okey. Men ozgina sabr qilib tursangiz, zanjir tayyor bo'ladi va uni qo'lga olaman. Молодец, Jimmy. Mayli, o'z bilasiz. Okey. Bola bo'lmasa zanjir yasab bo'lib, keyin videorolikni yoqqanman. Xo'p, zanjirni qilib bo'ldim bolalar. Mana endi hozir men anavi bolani chaqirishim kerak. Juda ham yaxshi bola ekan bola, Tom, вообще Tomni yaxshi bola, lekin nima ham derdik? Bana Tomni hibsga olishim kerak. Ya'ni qo'lga olmasam bo'lmaydi. Hey bro, qanday olsam bo'ladi? Bo'l. Okey. Hop. O'qidonlar qayerda edi? Adashmasam Chinurson, mana bu yerda edimi? O'qidonlar yo'q-ku bu yerda. Arojalarning o'qidoni qani? Oh my god. Qani o'qidonlar? Mana. Topolmadim. Bolalar o'qidonlar qo'ymadimmi? Shunda o'qidon jonim yetdi boru.
O'qdon yo'q ekan bolalar, mayli pistoletda ishlayman. Ha, bu sotib olishim kerak ekan o'qdon. Okey, mayli. Hech qisi yo'q. Jahl qilish shart emas hozircha. Men endi hozir oldiga borishim kerak. Ha. Mer, men boryapman. Davay, tezroq bo'l Jimmy, asabimga o'ynama. Xo'p, mayli. Janob. Menga gapirdingmi? Yo, men gapirganimiz yo'q hech kim. Mayli. Mana eshitib turadi bular gaplarini. Ay, mana to'nka boramiz, tushundinglarmi? Mana yerda qon bilan skeletda. Ha? Nimalar deyapsiz? Ishlama deganimiz yo'q, gap qo'ylama. Xo'p, mayli. Mayli, gap o'ylash yaxshi emas baribir. Nimalar deyotibdi? Okey, mayli. Afsus, Tom. I'm sorry. Tom. Kel. Yaxshimisan, Jimmy? Yaxshiman, lekin menga bitta gapim bor. Seni qo'lga olishim kerak. Yo'q. Ha, O'zi mening yuzimdan ko'pchilik qo'rqishadi. Bilasanmi nima? Men 5 ta qishloqda uy qurdim. Hech qaysi meni ko'ra olishmadi. Mendan qo'rqishdi hamma. meni kechir, men majburman, meni majbur qilishyapti. Bilaman. Bu hayotda kattalanishi har doim gapi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Uzr, meni qishloqdan haydaveraman deyapti-da, bu o'zi bitta uyim shu yerda bo'lsa. Bilaman, seni ham tushunaman, Jimmy. Mayli, meni qo'lga ol, nima qilsang qil. Meni baribir hech kim yaqinim yo'q. Shahardan meni 3 ta ishdan haydab yuborishgan. 10 ta ishdan rad javobini olganman, yuzimni deb. Yuzimga nima bo'lgan bilmadim. Bilmadim. Mayli, uyim ham qolaversin. Nima qilmoqchisan? Kechir, uzr Tom, lekin majburman-da. Mayli, Jimmy, hech qisi yo'q. Meni davay qo'lga ol. Mayli. Yur. To'xta, mana bu yerdan yursak bo'lmaydimi? Mayli, bemalol. Kechir, lekin sendan uzr so'rayman. Mayli, hech qisi yo'q. To'xtab turdi. Tushmadim. Mana nima? Qon hidimi? Nursin, o'zicha yaxshidek ko'rsatyapti-da. Nimalar deyapsan? Hech nima deganim yo'q, yuraver. Mendan qo'rqyapsanmi? Yo'q, qo'rqqanim yo'q, Tom. Nimalar deyapsan? Mayli. Okey. Uzr so'rayman lekin, Tom. Bilaman. Mana nima qilmoqchisizlar? Yur. Mayli. Uzr. Mana des Jimmy. Shoshma, bu nima uchun? Ko'rib olasan hali. Mana senga. Sani uyini yonidan skelet bilan qon topdim. Nimalar deyapsan, Jimmy? Men unaqa odam emasman. Shuncha gapni kimga aytdim boya? Mani aldolmaysan. Mana shuncha paytgacha aldamoqchi bo'ldingmi? Endi mana shu zanjirband bo'lib o'tirasan. Jimmy, bu axir tuhmat. Sen shoshma, isming kim? Buni ismi Tom ekan. Tommy, o'zcha qotil. Ha, sen qotil. Bu men emas. Sizlarning ishlaringiz mer. Nimalar deyapsan? Kamera bor kerak bo'lsa. Mer, nimalar bo'lyapti? Nima farqi bor? Bizning ishimiz bo'lsa ham sen qo'rqinchlisan. Mer, siz bunga tuhmat qildingizmi? Men buni uribman. Axir bu meni do'stim edi bu. Sani ishi bo'lmasin. Tushunmadim. Shoshmay tur, hozir seni ozod qilaman, uzr lekin do'stim. Mayli, hech qisi yo'q. Turaveraman shunday. O'rganib qolganman bunaqa turishga. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hali to'xtab turgin. Menga hali boya shuni gapirishgan bolalar. Men sizlarga bitta gap aytaymi? Sizlar juda ham nomard odam ekansizlar. Sen Jimmy, ovozingni o'chir. Nasibga ketdik. Qochib kelayapti. Seni yurishingni. O'tda. Senga katta rahmat, Jimmy, lekin buni qilishing shart emasdi. Hech qisi yo'q. What the fuck? 3 yuribsan mana bunday boru. Bola qo'yvor, qo'yvor. Nimaga bunchalik kuchlisan? E'tibor berma. Bo'ldi, hozir mana shu yerga qo'yib yuboraman. Mayli bola, bunisilar bilan yana
Jimmy bo'ldim, kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr. Jimmy qo'yvor, bashta bo'lyapman, ko'nglim ayniyapti. Ha, bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Va, o'tirma mani.